Chaqaloqlar sochlari radondan chiqqandan keyin olinsa bo'ladi. Faqat britva va lezviyada olish mumkin emas. Britvada olinadigan bo'lsa, chaqaloqlar bosh terisi va soch piyosasi jarohatlanib qolishi mumkin. Chunki chaqaloq 9 oy davomida homila oldi suyuqligida yashaydi. Bu suyuqlik sochlarni mayin, bosh terisini esa yumshoq qilib qo'yadi. Shuning uchun chaqaloq sochlari qaychi yoki bo'lmasa mashinkada olinishi kerak. Bunday qilinsa, chaqaloqlarning bosh terisi va soch piyosasiga jarohat yetmaydi. Sochlarni ko'p kalga olish sochlarni baquvvat bo'lib chiqishiga, qorayib chiqishiga umuman ta'sir qilmaydi. Bu yolg'on ma'lumot. Chaqaloq sochlarini tug'ilganidan to 1 yoshgacha mashinka yoki qaychida kalga olsa bo'ladi. Ona qornidagi sochlar, ya'ni neonatal soch bo'lganligi uchun baribir to'kilib ketadi. Kalta sochlarni parvarish qilish oson, yuvish oson va kalta sochlarda chaqaloqlar qayzg'og'i, gneys kam yig'iladi. 1 yoshdan keyin bolalar sochlarini mashinkada ham kalga olish mumkin emas. Chunki bola aqlini tanigandan keyin oynada o'z aksini sochi bilan ko'radi va bunga o'rganadi. Birdaniga kal bo'lib qoladigan bo'lsa, bu unga yoqmaydi va yomon ta'sir ko'rsatadi va o'zidan qoniqmaslik hissi paydo bo'lishni boshlaydi. Yoshligingizda ota-onangiz o'zingiz xohlamasangiz ham sochingizni kalga olganmi va bu sizga yoqqanmi? Katta ehtimol bilan yoqmagan va bu holatni hali ham eslab yurasiz. Aynan mana shu ham psixologik travmaning bitta turi hisoblanadi. Agar bu holat farzandingizda ham takrorlanishini xohlamasangiz, farzandingizni aqlini tanigandan keyin kalga oldirmang. Agar o'zi xohlasa, bu boshqa gap.